kunni rejalashtirishdan boshlayman. O'zim rejalarim tuzib qo'yganman. Odatda Google kalendarga yoki shaxsiy daftar yuritaman. O'sha daftarga 1, 2, 3 deb yozib chiqaman va o'sha yozilgan vazifalar bo'yicha faoliyatimni tashkil qilaman. To'g'ri, 10 ga yaqin vazifalar yozishim mumkin. Kun davomida o'zimga rejalarni, maqsadlarni kattaroq qo'yishga harakat qilaman. Endi va kun oxirida u balkim 10 tadan 3 ta bo'lib qolishi mumkin, 4 ta bo'lib qolishi mumkin, lekin eng muhim natija. Va bugun ko'zlangan maqsaddan qaysidir ma'noda men natijaga erishdim deb ayta olaman. Yoshligimdan shu davlat hokimiyati va boshqaruv sohasiga qiziqqanligim uchun shu sohadagi kitoblarni o'qishga harakat qilardim. Endi va shu qiziqishim tufayli Navoiy davlat pedagogika institutini bakalavr, magistratura bosqichlarini tarix yo'nalishi bo'yicha tamomladim. Navoiy viloyat hokimiyatiga ish o'rganishga borganman. Va birinchi ish joyim ham aynan shu hokimiyat bo'lgan. Va keyinchalik faoliyatimga ham aynan shu hokimiyat juda katta ta'sir ko'rsatgan. Sababi hokimiyatdan keyin yoshlar tashkilotida ishladim. Aynan HR sohasiga kirishim yoshlar tashkilotida bo'lgan. HR rahbari darajasigacha ko'tarilib, u yerda o'sha o'zimni salohiyatimni ko'rsatishga harakat qilganman. Keyinchalik endi o'zim oldimga maqsad qo'ygandim, shu boshqaruv sohasida eng yuqori lavozimlarda ham ishlash istagi bo'lgan. Shu orzu meni Toshkent sari yetaklagan. 2023-yilda bandlik vazirligiga keldim. Endi bu umuman boshqa soha bo'ldi, chunki o'zim HR bo'lganim uchun bandlik vazirligi aynan shu sohadagi eng yuqori turuvchi organlardan biri hisoblanadi va shu vazirlikda HR sohasiga o'rinbosar sifatida ish boshlaganim men uchun bir qaysidir ma'noda ikki tuqlarim ichidagi eng kattalaridan bittasi bo'ldi deb ayta olaman. 24-yilda lavozimda o'zgarish bo'ldi. Men shu vazirlikni xodimlar malakasini oshirish bo'limiga rahbar sifatida tayinlandim. Ochig'ini aytsam kutmagandim, chunki bu menga ishonilgan mas'uliyat edi. Sababi shu vazirlikdagi inson resurslarini malakasini oshirishga mas'ul degani bu juda katta mas'uliyat. Undan tashqari prezidentimiz farmonlari bilan vazirlik idoralaridagi, ya'ni davlat tashkilotlaridagi HR bo'linmalarini malakasini oshirish faoliyatini muvofiqlashtirish ham aynan meni bo'limga vazifa sifatida yuklangan edi. Insonning o'zini qadriyatlari bo'ladi. Qaysidir ma'noda shu qadriyatlarim ham shu o'zimni kasbim bilan bog'liq deb o'ylayman. Shu nuqtai nazardan birinchi navbatda shu men halollikni qo'yaman. Bu qadriyat sifatida har doim eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Chunki aynan shu darajaga yetib kelishimga ham aynan shu narsa sababchi bo'lgan deb o'ylayman. Keyingi o'rinlarda adolatlilik. Chunki hammaga bir xil bo'lish kerak. Chunki HR kimdir tomonda bo'la olmaydi-da. U har doim bir xil, ya'ni teng bo'lish kerak, adolatli bo'lish kerak. Bu ikkinchi muhim qadriyat va uchinchisi shu nima deydi? Ochiq bo'lish kerak. HR doim, chunki siz odamlar bilan ko'proq ishlaganingiz uchun sizga kelib bemalol fikrini, dardini aytib bilish kerak. Bu eng muhim meni qadriyatlarim deb o'ylayman. Juda shov-shuv bo'ladigan yutuqlarim yo'qdir, lekin imkon darajada shu qaysi tashkilotda ishlagan bo'lsam, endi ko'proq kasbimiz HR bo'lganligi uchun o'sha tashkilotda korporativ madaniyat shakllanishida, u yerdagi ijtimoiy muhitni qaysidir ma'noda do'stona, ahil jamoa shakllanishida ham men o'zimni qaysidir ma'noda qisqagina bir hissam bor deb o'ylayman. Keyin undan tashqari o'sha dars berib yurgan jarayonlarimda ko'proq shu shogird tayyorlashga, ish o'rgatishga harakat qilganman. Mana shu shogird tarbiyalab, ish o'rgatib, o'stirish bilan bog'liq faoliyatimga o'zim ham hozirgi kunda juda boshqacha qarayman. Sababi u shogirdlarning yutuqlarini ko'rgan paytda o'zim ham yoshman, lekin o'sha shogirdlarning yutuqlarini ko'rganda odam bir energiya oladi, ruhlanib ketadi. Bu umuman boshqa narsa bo'lar ekan. Men bemalol ayta olaman, faoliyatim davomida shu jamiyatga ta'sir o'tkaza olaman va shu faoliyatim bemalol jamiyatga ijobiy ma'noda ta'sir o'tkazishiga ishonaman. Sababi, misol vazirlikda xodimlarning malakasini oshirib borsak, doimiy ravishda ularning salohiyati oshib borsa, ular ham xalq bilan ishlayotganda, insonlar bilan ishlayotganda, ularda ham shu jarayonda bevosita yaxshi ijobiy natijalar kuzatiladi va u natijalarni men o'zimni hissam bor deb bilaman. Xodimlarning malakasini oshirayotgan paytda
e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihatlarga, masalan, vazminlik, og'ir bosiqlik bilan fuqarolarni murojaatlarini tinglayotganda ularni imkon darajada ijobiy, keyin amaliy yechib beradigan darajada shu ko'rsatmalarni bersangiz, unga agar xodimlar amal qilsa, o'qish jarayonida o'rgansa, faoliyatida shu narsani tatbiq qiladigan bo'lsa, xohlaysizmi yo'qmi, siz bevosita o'zingiz faoliyatingiz bilan jamiyatga, insonlarning hayotiga ta'sir o'tkazayotgan bo'lasiz. Yoshlar faqat oson ishga qiziqishadi, tezroq bir natijaga erishishga harakat qiladi. Yoki bo'lmasa kimdir natijaga erishgan bo'lsa, uni yillar davomida bosib o'tgan yo'lini emas, oxirgi erishgan natijasini muhokama qilishadi. Endi davlat xizmati bu karyera qilish uchun, kerak bo'lsa shaxsiy hayot uchun ham bir muhim bir bosqich deb o'ylayman. Chunki davlat xizmatida ishlash insonni o'zligini ham, menini ham shakllanishda muhim rol o'ynaydi. Men yoshlarga nima tavsiya qilardim? Imkon darajasida davlat xizmatini tanlaydi. Faqat u yerda sabr toqat bilan, mas'uliyat bilan ishlashdan qo'rqmaslik kerak. Chunki davlat xizmatiga o'tganingizdan keyin sizda eng muhim bu yerda sabr toqat. Chunki hamma narsa birdan bo'lmaydi. Sekin astalik bilan yillar davomida bo'ladi. Va eng muhim jihat bu yerda mas'uliyatni bo'yniga olishdan qochmaslik kerak. Nimadir vazifa bo'lsa, o'sha narsani bemalol mas'uliyatni bo'yniga olib, hal qilishga harakat qilib, o'sha narsani yechimini axtarib, natija ko'rsata olish kerak. Mana shunaqa holatda siz xohlaysizmi yo'q, birinchidan o'zingiz qilayotgan ishga ishonchingiz oshadi va sizga nisbatan odamlarning ham ishonchi oshishiga olib keladi. Endi muvaffaqiyatli davlat xizmatchisi bo'lish uchun zamonaviy ko'nikmalarni o'zlashtirish kerak. Misol, ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlash kerak. Ochiq bo'lish kerak, insonlar bilan ko'proq ishlash kerak bo'ladi. Bu yerda axborot almashinuvi juda tezlashib ketgan. Shunaqa jarayonda siz xohlaysizmi yo'qmi, qo'shimcha ko'nikmalarni o'rganishni zamonning o'zi talab qilyapti. Qo'shimcha ko'nikmalarni o'rganishingiz kerak. Til nuqtai nazaridan masalan yoki bo'lmasa zamonaviy axborot texnologiyalarini o'rganish kerak bo'ladi. Siz bir paytda o'zida oldin bir Excel'da ishlagan bo'lsa, hozir ko'ryapsiz, kuniga yangi dasturlar yaratilyapti. O'sha dasturlarda ishlashingiz kerak bo'ladi. Bu bir kun emas, har kuni shunaqa yangilik paydo bo'lyapti. Shu uchun siz zamonga moslashib borishingiz kerak. Zamon bilan hamnafas harakat qilish kerak. Ochig'i o'zi kitob tavsiya qilganda o'zim ham shu narsaga e'tibor beraman, chunki avval kitobni tanlayman. Avval kitob tanlab, keyin o'qiyman. To'g'ri kelgan kitobni o'qishga, chunki u kitobni o'qisangiz, undan siz motivatsiya olasiz, ruhlantiradi va qaysidir faoliyatingizga ham ta'sir qiladi. Men faoliyatimda bo'lgan, chunki ba'zi bir kitoblarni olganimda men hech ikkilanmay juda katta loyihalarni ham boshlab yuborganman. Toni Sheyni Baxt yetkazish yoki milliard dollarlik internet do'koni tarixi degan kitobini o'qiganman. Bugungi kun talab bilan yozilgan kitob edi. Oddiy bitta veb-saytdan milliard dollarlik internet do'konigacha yetkazgan insonni shu yo'lda bosib o'tgan tarix haqida edi. Undan tashqari ko'proq hozirgi kunda davlat xizmatchilari uchun muhim bo'lgan jihatlar psixologik kitoblar o'qishni tavsiya qilardim. Chunki har kun insonlar bilan muloqotda bo'lish kerak. Endi qaysi yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar psixologik kitoblar kerak. Chunki kommunikatsiya, odamlar bilan muloqot jarayonida inson shu ko'nikmalarni shakllantira olishi kerak deb o'ylayman. Endi badiiy kitoblar ham o'qib turaman, chunki badiiy kitoblar ham kerak. Xohlaysizmi yo'qmi, biz hujjatlar bilan ko'p ishlaymiz, qog'oz bilan ishlaymiz. Shunaqa jarayonda sizda ham o'sha hujjatlar bilan ishlashda o'z uslubingizni yaratish kerak bo'lib qoladi. O'sha paytda sizda so'z boyligingiz, badiiy kitoblarni o'qiganingiz muhim rol o'ynaydi. Oddiy bitta xat yozish jarayonida ham siz bitta so'zni 2 marta ishlatmasligingiz kerak bo'ladi. Bu ham sizni shu yo'nalishdagi qalamingizni belgilab beradi. Shu uchun ko'proq badiiy kitoblar o'qishni ham tavsiya qilardim. Har kuni o'qish kerak. Har kuni o'qish kerak. Ayniqsa odam o'zini faoliyati bo'yicha ko'proq o'qisa, yaxshi natijaga erishadi. Ko'pincha bizning xalqimizda bir maqol borda, daraxt bir joyda ko'karadi. Men shuni salgina davom ettirmoqchiman. Daraxt bir joyda ham ko'karishi mumkin, bitta sohada ham ko'karishi mumkin. Ya'ni siz bitta sohada uzoq yillar davomida faoliyat olib borsangiz, siz haqiqatan shu sohani bir qaysidir ma'noda egasiga aylanasiz, qo'shtirnoq ichida va bemalol natijaga erisha olasiz. Va yoshlarga ham aynan shu narsani tavsiya qilaman. Bitta sohani tanlang
qiziqishingiz, shu qobiliyati, salohiyatingizdan kelib chiqqan holatda bitta sohani tanlang va shu soha bo'yicha natijaga erishmaguncha harakat qiling. Va qanchadir vaqt kerak bo'ladi, qanchadir shu harakat, mehnat kerak bo'ladi va o'sha mehnatdan keyin siz natijaga erisha olasiz deb bemalol ayta olaman.